Hammaga O'zgame kanali obunachilari. Bugun men sizlarga qanday qilib Free Fire'ga qurol olishni o'rgataman. Buning uchun barchada bo'ladigan weapon tugmasini ustiga bosamiz. Weapon 3 ta qurol chiqib keladi. Birinchida aytib turgan armory qurolini ustiga bosamiz. Mana shu yerda qurol yig'ishlaring kerak deb yozib qo'yibdi. Wild Carnival. Xo'p, buning uchun bizga mana bu narsa kerak bo'ladi. Mana buni ustiga bosamiz. Qarabsizlarki, menda qurol yo'q do'stlar. Ammo mana bunday qilsak, buni mana bu agar siz turizmni o'qimas, balki akolmoqchidirsiz, buning uchun bundan chiqasiz do'stlar. Mana yo'q qurolda siz akolmoqchidirsiz do'stlar. Купить menda turganlarini bitta yana bitta akosanglar do'stlar, mana shunday bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bitta yana bitta mana bu yerda qulfni o'rnida chiqsa, siz bemalol olib o'ynashlaringiz mumkin do'stlar. Menda bitta ekan, bo'lmasa sizlarga olib ko'rsatardim. Mana do'stlar, boshqa qurollar mana do'stlar. Mana bu qurollar ham yomon emas do'stlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr do'stlar.